Assalomu alaykum hurmatli video dars qatnashchilari. Bugun siz bilan tanishadigan mavzuyimiz pedagogik fikr tarixi va maktab amaliyotida o'qituvchi mahorati masalalari. Ushbu mavzuni quyidagi rejalar asosida yoritamiz. Eng qadimiy davrlardan eramizning 12-asrlargacha o'qituvchilik faoliyati to'g'risida ijtimoiy qarashlar, Yunon faylasuflari asarlarida o'qituvchilarning kasbiy mahorati haqidagi g'oyalari. O'qituvchi kim? Eng avvalo biz ushbu mavzuni yoritishdan avval shu savolga javob topishimiz kerak. O'qituvchi pedagog o'rta va oliy ta'lim tizimi xodimi bo'lib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanadi. Boshqa nomlari ustoz, domla, muallim. O'qituvchi, muallim turli yo'nalishdagi o'rta umumiy ta'lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida o'quvchilar bilan ta'lim-tarbiya ishlarini amalga oshiradigan mutaxassis. Oliy maktab o'qituvchilari domla deb yuritiladi. Ular o'qituvchi professor tarzida umumlashma nom bilan ham ataladi. Shuningdek, o'qituvchilarga nisbatan muallim yoki pedagog atamasi ham qo'llaniladi. Pedagoglik kasbining shakllanish kishilik taraqqiyoti tarixi bilan uzviy bog'liq. Terib-termachalab kun kechirgan ibtidoiy davr kishilari bolalarni o'zlari bilan ergashtirib yurib, ularga ov qilish, turli daraxt mevalarini terish, o'simliklarning ildizini kovlab olish, suv manbalarini izlab topish kabi harakatlarni amalga oshirishni o'rgatganlar. Bunday harakatlar qabila urug'ining tajribali kishilari yoki keksalar tomonidan amalga oshirilgan. Oddiy kundalik ehtiyojlarni qondirish yo'lida olib borilayotgan xatti-harakatlar asosida yoshlarga mavjud tajribalar asosida ma'lumotlarni berib, ulardan amaliy ko'nikmalarni shakllantirganlar. Turli tovushlarni chiqarish yordamida atrofdagilarni yaqinlashayotgan xavfdan ogoh qilish, bolalar kattalarning namunalari asosida o'zlashtirganlar. Nutq va yozuv paydo bo'lgunga qadar bu kabi harakatlar imo-ishoralar asosida amalga oshirilgan. Kishilik tarixida tub inqilobni sodir etgan nutq va yozuvning paydo bo'lishi, shuningdek, urug' jamoasi tomonidan bajarilayotgan mehnat faoliyatining turli sohalarga ajralishi yoshlarga nisbatan munosabatning ilg'or, progressiv xarakter kasb etishiga imkon yaratdi. O'qituvchilik kasbi tarixi haqida gaplashar ekanmiz, o'qituvchilik kasbi juda qadim zamonlardan buyon inson faoliyatining alohida turi sifatida mavjud bo'lib kelgan. Chunki inson faqat ta'lim-tarbiya tufayligina hayotini davom ettira olishi va rivojlantira olishi mumkin. Tamaddunning Ossuriya, Bobil, Misr, Turkiston, Hindiston, Xitoy singari qadimiy o'choqlarida topilgan tarixiy madaniy obidalar bu o'lkalarda o'qituvchilik kasbi juda qadim zamonlardan shakllanganligini ko'rsatadi. Bu davrlarda eng oqil, tajribali kishilar o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanishgan va ular boshqalarga qaraganda katta imtiyozlarga ega bo'lishgan. Yunonistonda faqat ozod kishilargina o'qituvchilik qilishga haqli hisoblangan. Ular mamlakatlarning turli yoshlarida grammatiyatlar, pedanomlar, didaskallar, pedotriplar shaklida nomlanganlar va ko'pincha o'z shaxsiy maktablariga ega bo'lganlar. Boy oilalarda esa ta'lim-tarbiya ishi bilimli va savodli qullarga topshirilib, ular pedagoglar, ya'ni pedagog so'zi shundan kelib chiqqan, ya'ni bola yetaklovchi degan atamani tarjimani beradi. Dastlabki maktablar qadimgi Sharqda, Babilon, Misr, Hindistonda paydo bo'lib, ularda bolalarga ma'muriy xo'jalik boshqaruv asoslari o'rgatilgan. Antik davrda maktablar Sparta, Afina va Rim tarbiya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat olib borgan. Qadimgi Yunonistonda bunday joylar akademiya deb nomlangan. Akademiya so'zi afsonaviy qahramon Akademiya nomidan kelib chiqqan. Eramizdan avvalgi 4-asrda Afina yaqinidagi Akademiya nomi bilan nomlanuvchi joyda Platon o'z shogirdlariga ma'ruzalar o'qigan bo'lib, keyinchalik ta'lim tashkil etiluvchi maskan ham xuddi shunday nom bilan atala boshlangan. Qadimgi Rim va Yunonistonda bolalarga bilim berish faylasuflar zimmasiga yuklatilgan. Pedagogika atamasi qadimiy bo'lib, bola yetaklovchi, ya'ni pedagog so'zidan kelib chiqqan. Tarixiy manbalarning ko'rsatishicha, qadimgi Yunonistonda o'z xo'jayinining bolalarini sayr qildirgan, ehtiyot qilgan, ularni asrab-avaylagan, harbiy mahoratni o'rgatgan tarbiyachini, ya'ni qullarni pedagog, bola yetaklovchi deb atashgan. Keyinchalik esa maxsus o'qitilgan va pedagoglikni o'ziga kasb qilib olgan kishilarni pedagog deb atay boshlaganlar. Hisob oladigan bo'lsak, tarixiy manbalardan Avestoda bolalarni o'qitish va tarbiyalash qoidalari quyidagi tartibda tavsiya etilgan.
Birinchi navbatda diniy va axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'qish va yozishga o'rgatish. Maxsus tayyorgarlikdan o'tgan muallimlar bolalarni 7 yoshdan boshlab diniy tarbiyaga asoslangan maktablarga jalb qilishgan. Maktablarda muqaddas yashil ko'ylak kiydirish marosimi o'tkazilgach, kohin muallimlar bolalarni Avestotda keltirilgan madadkor kuchlarni ulug'lovchi, ezgulik va yaxshilik ma'budasiga sig'intirishgan. Duolar quyidagi so'zlar bilan boshlangan: Men Zardushtiylik diniga sodiq qolishga va'da beraman. Men yaxshi fikrlar, yaxshi so'zlar, yaxshi amallarga ishonaman. Marosimdan so'ng esa muallimlar bolalarga turli xil sovg'alar ulashishgan. Jamiyatning tabaqalanishi natijasida qullovlik tizimida bolani ta'lim maskanlariga olib kelish vazifasi qullar bajarib kelgan. Feodalizm davrida esa aksariyat maktablar masjid, musulmon maktablarda yoki ibodatxonalarda qoshida tashkil etilgan. Bunday maktablarda yoshlarga diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham o'rgatilgan. O'rta asrlarda Sharqda akademiya ko'rinishidagi ta'lim muassasalari ham faoliyat yuritgan bo'lib, ular donishmandlar uyi, Ma'mun akademiyasi, observatoriyalar qoshidagi jamiyatlar tarzida nomlangan. Akademiyalarga turli fan yo'nalishlari bo'yicha kuchli bilimga ega bo'lgan qomusiy olimlar jalb etilgan bo'lib, ular tomonidan matematika, geodeziya, mineralogiya, meditsina, astronomiya kabi yo'nalishlarda keng ko'lamli tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Sharq mamlakatlarida pedagog eng qadimiy va obro'li kasb hisoblanib, ustoz deb e'zozlanib, ardoflanib kelingan. 19-asrning oxirida, ya'ni o'lkada ma'rifatchilik harakati paydo bo'lishi bilan o'qituvchining saviyasiga alohida e'tibor beriladigan bo'ldi. Turkistonda an'anaviy yo'sinda o'qitiladigan o'qituvchilar bilan birga Yevropa mamlakatlaridan o'zlashtirilgan usullarda dars beradigan yangi muallimlar ham faoliyat ko'rsata boshladi. Bu hol ayniqsa jaydchilik harakati avj olgan kezlarda ancha kengaydi va yoyildi. O'qituvchilar saviyasining oshganligi millat ruhiyatida uyg'onish bo'lishiga, taraqqiyotning bir qadar tezlashuviga olib keldi. Sobiq ittifoq tarkibidagi boshqa respublikalar singari O'zbekistonda ham 1936-yil 10-apreldan o'qituvchi unvoni joriy etildi. O'shandan boshlab pedagog o'quv yurtini bitirgan va davlat imtihoni topshirgan shaxsga rasmiy tarzda o'qituvchi ixtisosligi beriladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ilk bora o'qituvchi tayyorlashga alohida e'tibor berildi. Bu ta'lim to'g'risidagi qonun, shu bilan birgalikda kadrlar tanlash milliy dasturida o'z aksini topdi. O'zbekistonda o'qituvchilar universitetlar, ped o'quv yurtlarida tayyorlandi. O'qituvchi o'z pedagog faoliyat jarayonida ilmiy bilimlarni egallab, pedagog qobiliyatni shakllantirib bordi. Mamlakatda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi joriy etilgan. Har bir o'qituvchiga o'qituvchilik malakasini oshirish institutida bepul pedagogik va metodik yordam olish imkoniyati berilgan. Mamlakatda har yili 1-oktyabrda o'qituvchilar va murabbiylar kuni umumxalq bayrami sifatida nishonlanadi. Respublikada O'zbekiston Respublikasi xalq o'qituvchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'lim xodimi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi singari faxriy unvonlar mavjud. O'qituvchilarga maksimal darajada qisqa ish kun va haq to'lanadigan eng uzun mehnat ta'tili belgilangan. Shuningdek, o'qituvchilar uchun xalq ta'limi va pedagog gazeta va jurnallari, jumladan o'zbek tilida Ma'rifat, rus tilida o'qituvchilar gazetasi, xalq ta'limi, boshlang'ich ta'lim, uzluksiz ta'lim, ta'lim taraqqiyoti, ta'lim va tarbiya, til va adabiyot ta'limi jurnallari, pedagog va metodik adabiyotlar nashr etiladi.